Toshloq tumanida Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar har bir o'quvchi taqdiri, har bir yoshning faol va mazmunli hayoti uchun yaratilayotgan imkoniyatlar yig'indisi deyish mumkin. Tumanda barcha ta'lim muassasalarida o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida 11 ta yo'nalishda to'garaklar yo'lga qo'yilgan. Ularga 11.030 nafar o'quvchi qamrab olindi. Tumandagi 39 va 6 umumta'lim maktablari esa Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar namunasi bo'lmoqda. 39 maktabda kichik yoshlilar uchun san'at va madaniyat to'garaklari faoliyat ko'rsatyapti. Yuqori sinf o'quvchilari bilan esa qo'l mehnati, kosibchilik va tikuvchilik bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Biz har xil qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Bilmaganlarimizni o'rgatishib, bildirishyapti. Biz mashqqa kelganimizdan xursandmiz. Biz har kun o'rtoqlarimiz bilan o'ynab, kelishib, vaqtimizni maroqli o'tkazyapmiz. 6-maktabda sport, fan va zakovat o'yinlari bilan boyitilgan to'garaklarga bolajonlar jalb qilinyapti. Shuningdek, mazkur maktabda Qaldirg'och kunduzgi oromgohi o'z faoliyatini boshladi. Bu nafaqat dam olish, balki sog'lomlashtirish va ma'naviy yuksalish maskaniga aylandi. O'quvchilarimiz juda ham bundan xursandlar. Ota-onalarimiz tomonidan ham juda ham yaxshi fikrlar bildirilyapti, chunki ularni bolalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli, yana ham boy qilib o'tishlariga oromgoh ma'muriyati ko'maklashyapti. Shuning uchun ota-onalarimiz tomonidan juda ham yaxshi e'tirozlar, fikrlar bildirilyapti. Tumanning bugungi yoshlari bilimli, tashabbuskor va faol. Ular nafaqat ta'lim olyapti, balki hayotga tayyorlanmoqda. Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida tumandagi 1450 nafar uyushmagan yoshlarning jamiyatda faolligini ta'minlash, istiqbolga yetaklash asosiy maqsad sifatida belgilab olingan. Shu bilan birga, bu nafaqat ma'lum muddatli qamrov emas, balki har kuni amaliy harakat va natijalar bilan yo'l ochayotgan islohotlar dasturidir. 90 kun kelajak uchun yo'naltirilgan 90 fursat va bu fursatlar amalda, hayotda, bolalarning shijoatida namoyon bo'lmoqda.